Sizningcha qiz farzand barakalimi yoki o'g'il farzand barakalimi? Chunki yaratgan egam har bitta farzandga qo'shib baraka va fayz beradi bandalariga. Xo'sh, qizlar barakaliroqmi yoki o'g'il farzandlar barakaliroqmi? Aksariyat inson bir ovozdan o'g'il farzand fayzli, barokatli deydi. Chunki o'g'il farzand naslni davom etkazadi, o'g'il farzand suyanchiq bo'ladi, tirgak bo'ladi, or-nomusni himoya qiladi deydi. Lekin ilohiy qonunlarga va mo'tabar kitoblarga qaraydigan bo'lsak, qiz farzand barokatli va fayzli bo'lar ekan. Qarang, naqadar go'zal-a? Qiz farzand dunyoga kelgan oilaga yaratgan egamning rahmati, fayzi va barakasi yog'ilar ekan. Qaysi ayolning birinchi tuqqan farzandi qiz bo'lsa, u ayol barakatli degan